Tasavvur qilib ko'ring, atigi 30 kundan so'ng siz farzandingizga let's eat deganingizda oshxonaga qarab, it is best time now deganingizda esa vannaxonaga qarab yugurib ketyapti. Siz farzandingiz hayotiga allaqachon 30-40% ingliz tilini kiritib ulgurdingiz. Eng muhimi, bu natijaga siz hech qanday kursga bormasdan, bolangizga ekran qo'yib bermasdan, faqatgina kundalik rutinalarni inglizchaga olib o'tish orqali erishdingiz. Ishonish qiyinmi? Unda bu videoni oxirigacha ko'ring. Men sizga bolajonlarga ingliz tilini o'rgatishda 30 kunlik haqiqiy noldan yo'l xarita tuzib beraman. Assalomu alaykum. Men Mama Lingo, magistr diplomli ingliz tili o'qituvchisi va siz kabi oddiy onaman. Ushbu kanal maqsadi esa ingliz tilini farzandiga o'rgatishni juda ham xohlaydigan, ammo o'zi ingliz tilini yaxshi bilmaydigan yoki aynan nimadan boshlashni bilmayotgan onajonlarga yo'l ko'rsatish. O'zim bilmayman degan vaj bilan bolalar uchun muhim bo'lgan davrni qo'ldan boy berib qo'ymasliklari uchun yordam berish. Bu videoda esa men bir 5 yoshli, ayniqsa bir 3 yoshli bolajoningiz uchun ekransiz, hech qanday kurslarsiz, uy rutinalari asosidagi 30 kunlik bilingual start yo'l xaritasini beraman. Va eng yoqimlisi, agar videoni oxirigacha ko'rsangiz, sizga kichik sovg'a sifatida shu rejaga mos tayyor PDF checklist taqdim qilaman. Bemalol chiqarib foydalanishingiz mumkin bo'ladi. Faqat undan qanday foydalanishni bilib olishingiz uchun esa videoni to'liq diqqat bilan tomosha qiling. Endi bir og'iz bilingual iborasi haqida to'xtalib o'tay. Bu so'z nimani anglatadi? Siz aslida qanday tushunishingiz kerak? Bilingual o'zbekchada bilingual, ya'ni ikki tillilik degan ma'noni anglatadi. Yana ham aniqrog'i, bolaning ikki tilda yashashi demak. Ya'ni farzandingiz ona tilini ham, ingliz tilini ham tushunadigan va kundalik vaziyatlarda oddiy gaplar bilan ishlata oladigan ikki tilli bola bo'lishi. Bu yerda maqsad farzandingiz ingliz tilini dars deb emas, hayotining bir tabiiy qismi sifatida qabul qilishi. Shuning uchun men sizlarga qo'rqinchli qoidalarni emas, aynan qanday qilib ingliz tilini kundalik hayotingizga kiritishni ko'rsatib bermoqchiman. Barchangizga Alloh ushbu ilmlarni manfaatli qilsin va bilganlarimizga amal qiluvchilardan qilsin. Demak, biz boshladik. 30 kunlik rejani bosqichma-bosqich ko'rib chiqishdan oldin yana bir jiddiy narsaga to'xtalib o'tish kerak deb o'yladim. Chunki ko'pchilik onalarning ichida hozir bitta yarimta emas, balki butun boshli bir dunyo savollar to'plami bor. Balkim siz ham shu savollardan birini o'ylayotgan bo'lishingiz mumkin. Masalan, o'zim ingliz tilini yaxshi bilmayman, hatto gapirishdan uyalaman. Men shunaqa bo'lsam, bolamga qanaqa qilib o'rgata olaman? Yoki ekran qo'ymoqchi emasman, multfilm bermoqchi emasman. Unda bolam ingliz tilini qayerdan eshitadi? Yoki allaqachon kech emasmi? Bolam o'sha 2-3 yoshga kirib bo'ldi. Endi boshlasam ham foydasi bormi, yo'qmi? Menda o'zimda tartib yo'q, charchab qolaman. Buni umuman eplay olamanmi o'zi? Yoki bo'lmasam ikki tilni aralashtirib yubormaymizmi? Bolam chalkashib ketmaydimi? Yoki bu gaplari chiroyli eshitilyapti-yu, lekin haqiqatda ham aytganlar ishlarmikin o'zi? Agar shu savollardan bittasi bo'lsa ham sizga tanish bo'lsa, bu juda ham normal holat. Chunki internetda juda ko'p chiroyli va'dalar bor. 5 ta ibora yodlab oling, bo'ldi, bolangiz inglizchada bemalol gapirib ketadi. Yoki 7 kunda 2 tilli qilamiz. Faqat mana shu qo'shiqni yoki mana bu multikni qo'yib bersangiz bo'ldi, u siz uchun hamma ishni qiladi. Aslida esa yo'q. Endi rostini aytaman. 4-5 ta ibora bilan ham yoki 7 kun ichida zo'r shug'ullanib qo'ysangiz ham bolajoningiz bilingual bo'lib qolmaydi. Haftada bir marta video ko'rish yoki bittagina dars qilish bilan sezilarli natija ko'rsatmaydi. Bola ingliz tilini haqiqatdan o'zlashtirish uchun 3 ta narsa kerak bo'ladi. Eslab qolamiz. Birinchisi bu ko'p eshitish. Bola qulog'i o'sha tilga to'yish kerak. Minglab iboralar, ming marta eshitilgan tovushlar bu poydevor vazifasini bajaradi. Bu ko'proq vaqtni talab qiladi, chunki boshda bolalar faqatgina qabul qiladi. Ikkinchisi bu bir xil iborani juda ko'p marta eshitish. Aynan bir xil jumlalar qayta yangraydi. Masalan, let's eat, it is best time, arms up please, good night, good morning. 10 marta emas, 100 marta, 1000 marta bolaga bu zerikarli emas. Miya uchun bu signal, bu muhim til degan. Va uchinchisi
tilni harakatga bog'lash. Let's eat deyilsa, haqiqatdan ovqat yeyishimiz kerak. Yoki it is best time dedingizmi, vannaga kirish kerak. Where is your nose deyilsa, burnini ko'rsatish kerak. Til kitobda emas, hayotingiz ichida yashash kerak. Ovqatda, o'yinda, sayrda, cho'milishda, uyquda harakat bilan bola tezroq o'rganadi. Rasmini ko'rsatib bu tish yuvish degandan ko'ra, tish yuvayotgan paytida you are brushing your teeth deganingiz 100 martaroq samaraliroq. Yuqoridagi boshqa savollarga esa video so'ngida alohida to'xtalib o'taman. Endi keling, cho'zmasdan shu 30 kunlik rejani haftama-hafta, bosqichma-bosqich ko'rib chiqamiz. E'tiboringizga 30 kunlik real reja tuzilmasini havola qilaman. Biz bu 30 kunni shunchaki tasodifiy kunlar ketma-ketlik emas, aniq tuzilgan tizim sifatida ko'ramiz. Har kuni bizga kerak bo'ladigani 30-45 daqiqa inglizcha muloqot. Lekin bu bitta uzun dars emas. Bu vaqtni mayda-mayda qismlarga bo'lib ishlatamiz. Masalan, ertalab farzandingizni uyqudan uyg'otish yoki nonushta payti, kunduzgi o'yin va sayr payti, kechqurun bo'lsa cho'milish va uyqu oldidagi kabi. Shu 30 kunni 4 ta oddiy haftaga bo'lib olamiz va haftalik maqsadlar belgilaymiz. Bizda demak 4 ta hafta bor. Birinchi haftada ertalabki uyqudan uyg'otish va ovqatlanish vaqtini inglizchaga o'tkazamiz. Ikkinchi haftada esa o'yin vaqtlarini, tana qismlari va o'yinchoqlar bilan tanishishni ingliz tilida bajaramiz. Uchinchi haftada esa ko'chaga chiqish, sayr, cho'milishni inglizchaga o'tkazamiz. 4-haftada biz uyqu oldi rutinalarini va oddiy kundalik savol-javoblar, ya'ni boladan inglizcha reaksiya va so'z chiqarish bosqichini inglizchada bajaramiz. Eng muhim jihati shundaki, har hafta yangi rutinalar qo'shamiz, lekin eski iboralarni tashlab yubormaymiz va ularni ham davom ettiramiz. Shu tariqa bola bir oy ichida bir xil iboralarga yuzlab marta qulog'i o'rganadi va aynan til shunday ishlaydi. Endi keling, har haftani alohida ochib, amalda nimalarni aytamiz, qanaqa iboralar bilan boshlaymiz, navbatma-navbat ko'rsatib beraman. Daftar va ruchkalaringizni tayyorlab oling, muhim joylarni eslatma uchun yozib keting. Endi birinchi haftaga o'tishdan oldin sizdan bir narsa so'rayman. Ertalab faqat 5 daqiqa ajratish va kuniga kamida bitta ovqatni inglizchaga o'tkazish. Shuni qila olasizmi? Agar ha desangiz, xursandman. Unda boshladik. Demak, bizda birinchi hafta. Ushbu haftadagi maqsadimiz ertalabki uyg'onish vaqtini va kiyintirishni inglizcha iboralar bilan qilish va kamida bitta ovqat vaqtini to'liq inglizcha iboralar bilan o'tkazish. Masalan, tasavvur qiling, bolangiz uxlayapti. Siz yoniga borasiz va quyidagi ushbu 3 ta iboradan foydalanishingiz mumkin. Good morning, my love. Wake up, baby. It's a new day. Bu yerda my love, my baby erkalash ma'nosida kelyapti. Good morning bu xayrli tong. Wake up uyg'on degan ma'noda ishlatyapmiz. It's a new day, bu yangi kun. Keyingisi bu kiyintirish paytida ishlatiladigan so'zlar. Come here, come to mommy. Yonimga kel, oyingga kel ma'nosida. Let's change your clothes. Kel, kiyimingni almashtiramiz. Arms up, qo'llaring yuqoriga ko'tar. One hand, the other hand. Birinchi qo'ling, keyingi qo'ling. Ya'ni o'ng qo'ling, chap qo'ling degan ma'noda ishlatyapmiz. Socks on, ya'ni paypog'ingni kiyamiz. Pants on, shimini kiyib olamiz. T-shirts on, futbolkangni kiyib olamiz. Kiyib oldik ma'nosida. Bu yerdagi maqsad va eng muhim jihati har kun ertalab bir xil sahnani qayta-qayta takrorlash. Bugun 3 ta ibora bo'lishi mumkin, ertaga 5 ta ibora. Keyin sekin-sekin ko'payadi. Aytmoqchi bo'lganim, masalan, dushanba kunidan boshlamoqchisiz yoki mana bugundan boshlamoqchisiz va sizda shuncha 6 ta ibora bor. Siz uni faqatgina 3 tasini yodlab olishga ulgurdingiz va o'sha 3 ta ibora bilan boshlang. Shu 3 ta iborani aytasiz, ertaga yana 3 ta yangisini qo'shasiz.
aytmoqchi bo'lganim faqat hammasini yodlab bo'lib keyin boshlayman emas. Nechtasini yodlasangiz o'sha bilan boshlab keyingilarni yo'lda davom ettirib qo'shib ketishingiz mumkin bo'ladi. Endi ovqat vaqtiga o'tamiz. Birinchi haftada shuni qat'iy niyat qilib oling. Kuniga hech bo'lmaganda bitta ovqatni inglizcha iboralar bilan o'tkazaman. Masalan, u nonushta bo'lsin, tushlik payti bo'lsin yoki kechki ovqat farqi yo'q. Bitta vaqtni tanlaysiz va men berayotgan iboralardan foydalanasiz. Are you hungry? Och qoldingmi? Let's eat. Qani yeymiz. Qolgan so'zlarga ham let's so'zini ishlatsangiz bo'ladi. Keling degan ma'noda. Let's sit down deyishingiz mumkin. Keling o'tiramiz. Kel o'tiramiz masalan. Here is your spoon. Mana qoshig'ing, mana degan ma'noda here is degan. Here is your cup. Mana chashkang. Open your mouth. Og'zingni och. Yummy. Yummy bu yerda shirinmi, mazalimi degan ma'noda. Yummy desangiz shirin degan. So good. Juda ham yaxshi. Do you want more? Yana xohlaysanmi? All done. Bo'ldimi, to'ydingmi degan ma'noda ishlatsak bo'ladi. Bir hafta shuni tartib qilsangiz, farzandingiz o'sha let's eat va arms up degan iboralaringizni sizning yuzingiz va harakatlaringiz bilan bog'lab oladi. Bu hali gapirish bosqichi emas, lekin juda ham kuchli tushunish poydevori. Bu ham juda ham katta natija hisoblanadi. Endi ikkinchi hafta eng zavqli bo'lim hisoblanadi. Inglizcha endi faqatgina onaning buyruqlari emas, balki bolangiz uchun o'yinga aylanadi. Ya'ni o'yin ichiga kirib boradi. Farzandingiz bilan faqat 10-15 daqiqa inglizcha o'ynashga vaqt ajratishingiz kerak bo'ladi. Bu haftadagi maqsad shu. Keyingi maqsadimiz tana qismlari va o'yinchoqlarni inglizcha nomlash. Va albattaki birinchi haftadagi ertalabki va ovqat vaqtidagi iboralarni davom ettirish bo'ladi. Xo'p, bizdagi asosiy iboralar bular. Let's play. Qani o'ynaymiz? Come here. Yonimga kel. Give me the ball, please. Koptokni ber, iltimos. Throw the ball. Koptokni uloqtir, otib yubor. Catch. Tutib ol. Take the car. Mashinani ol. Push the car. Mashinani sur, itar degan ma'noda. Stop. To'xta. 1, 2, 3. Buni bilamiz. 1, 2, 3. Eng ko'p ishlatiladigan asosiy iboralar mana shular. Va keyingisi tana qismlari. Buni alohida vaqtda bajarasiz. Hamma tana qismlarga where is so'zini qo'shsangiz, qayerda, qani ko'rsat degan ma'noda. Qani burning, qani og'zing deymiz, xuddi shunaqa ma'noda. Where is your nose? Where is your mouth? Where is your eyes? Ko'zlaring qani? Where is your ears? Quloqlaring qani? Show me your hands yoki shu narsani show me so'zi bilan bersangiz bo'ladi. Ko'rsat degan ma'noda. Show me your hands. Qo'llaringni ko'rsat. Show me your feet. Oyog'ingni ko'rsat. Yoki o'sha nose'lar bilan ham bemalol ishlatsangiz bo'ladi. Show me your nose desangiz, burningni ko'rsat degan ma'noni beradi. Agar bola buni to'g'ri ko'rsatganda, albatta maqtov uchun so'zlarni ishlatsak bo'ladi. Super yoki good job, well done. Xuddi молодец deganga o'xshagan so'zlarni inglizchada ishlatamiz. Va keyingisi o'yinchoqlarni nomlash. Endi u sizda qanaqa o'yinchoq borligiga bog'liq. Men asosiylarni berdim. Muhimi siz this is degan so'zni ishlatyapsiz. This is a ball. Bu koptok. This is a car. Bu mashina. This is a teddy bear. Bu o'sha teddy ayg'i. This is a book. Bu kitob. Bundan ko'p oshirib borishni maslahat bermayman. Boshlanishda kam-kamdan boshlab olishimiz kerak bo'ladi. Ikkinchi hafta oxiriga kelib, ko'p onalar where's your nose deganingizda burnini yoki give me the ball deganingizda to'pni olib kelishni boshlashini kuzatadi bolalarini. Bu hamon juda ham oddiy ko'rinadi-yu, lekin ichida juda katta narsa yotibdi. Bu nimani anglatadi? Bu bola ingliz tilini anglab, tushunib boshlaganini bildiradi. Va 3-haftaga o'tadigan bo'lsak, 3-hafta
ingliz tili bu uy devorlaridan chiqib siz bilan ko'chaga chiqadigan bosqich hisoblanadi. Endi inglizcha hayotingizni yana bir jabhasini qamrab oladi inshaalloh. Bu haftadagi maqsadimiz ko'chaga chiqish, ko'chada sayr qilish, kiyinish jarayonini inglizcha iboralar bilan qilish va kechqurun cho'milish vaqtini inglizchaga o'tkazish va albatta oldingi haftalardagi iboralarni birdek davom ettirib ketish bo'ladi. Bu haftadagi asosiy iboralarimiz let's go out. Ketdik ko'chaga. Put on your shoes. Oyoq kiyimni kiy. Put on your jacket. Ustingga jaketingni yoki kamzulingni kiyib ol. Hold my hand. Qo'limni ushla. Let's go. Ketdik. Let's go'ni xohlagan vaqtingiz ishlatsangiz bo'ladi. Oshxonaga ketdik, yuvinishga ketdik, umuman ketdik deganda let's go. Juda ham ko'p ishlatiladigan so'z. Keyingisi look. Look qara degan ma'noda. Bu sayrga chiqqanimizda xohlagan narsangizni qara deb e'tiborni tortish uchun ishlatishingiz mumkin. Look a car. Look a dog. Look a bird. Dog eat, bird bu qush degani. Ekranda ham yozilgan, xohlasangiz screenshot qilib olishingiz mumkin. It is cold, it is hot, it is sunny. Bu ob-havoni aytganimizda ishlatamiz. Sovuq, issiq, quyoshli kabi. Va keyingisi cho'milish uchun iboralar berilgan. It is bath time. Cho'milish vaqti. Let's take a bath. Ketdik, cho'milamiz. Come to the bathroom. Vannaxonaga kel. Water is warm. Suv iliq. Splash splash. Bu suvni sachratish, sharpilatish deymiz, o'sha narsa splash splash bo'ladi. Wash your hands. Qo'lingni yuv. Wash your face. Yuzingni yuv. Close your eyes. Ko'zingni yum. All clean. Hamma joy toza bo'ldi degan ma'no. You are clean now. Bu ham xuddi shu ma'noda ishlatsak bo'ladi. 3-hafta oxirida ko'p onalar payqashi mumkinki, endi ular bolajonlarga it's bath time desa, bola o'zi yugurib vannaga boradi yoki let's go out desa, poyafzalini qidira boshlaydi. Bu til bilan bolajon o'rtasidagi kichik ko'prik qurilayotganligini anglatadi. Agar siz shu bosqichga yetib kelsangiz, siz uchun juda ham xursandman. Keyingi haftamiz bu 4-hafta hisoblanadi. Mana endi eng yoqimli qismiga yetib keldik. Bu haftada odatda onalar birinchi kichik inglizcha so'zlar yoki javoblarni eshitishni boshlaydigan bosqich hisoblanadi. Bu haftadagi maqsadimiz uyqu oldi rutinalarini mehrli inglizcha iboralar bilan boyitish, oddiy savol-javoblar orqali boladan javob olishga harakat qilish va oldingi 3 haftadagi iboralarni takrorlab ishlatish. Xo'p, uyqu uchun asosiy iboralar berilgan bu yerda. It is bedtime. Uyqu vaqti. Are you sleepy? Uyqung keldimi degan ma'noda. Lie down please. Qani yota qol. Close your eyes. Ko'zlaringni yum. Good night. Xayrli tun. Sweet dreams. Shirin tushlar. Bunda shirin tushlar ko'r. Have a sweet dreams desagan bo'ladi yoki sweet dreams ham xuddi shu ma'noda ishlatishimiz mumkin. I love you. Seni yaxshi ko'raman. Yoki mommy loves you. Oying seni yaxshi ko'radi. Yoki xuddi shunaqa daddy loves you. Dading seni yaxshi ko'radi. Va keyingisi qisqa oddiy savol-javoblar. Bu qismida savollarni siz o'zingizga moslab o'zgartirishingiz mumkin tabiiyki. What is in this? What is this? It is a ball. See, bu nima? Bu nima? Bu qayerda deb oddiy savollar beramiz. Xuddi shunaqa. What is this? Bu nima? It is a ball, it is car, it is book. Xohlagan narsa bo'lishi mumkin. Hamma narsani ko'rsatib so'rashingiz mumkin. U shunga yarasha javob beradi. Bu albatta bu joyda bolani yoshiga e'tibor beramiz. Javob bermasa jahlimiz chiqmasligi kerak. Masalan, bolangiz yoshroq bo'lsa, bolangiz o'zi gapiradigan yoshga kelgan bo'lsa, albattaki javob berishni boshlashi mumkin. Do you want more? Yana xohlaysanmi? Yana beraymi? Yes, no. Buni imo ishoralar bilan ham bemalol so'rab olishingiz mumkin. What is your nose? Burning qani? Say nose.
yoki say deb nose deb ayt deymiz. Xuddi shunaqada say degani ayt. Say nose. Say ears yoki say mouth, say teeth. Xohlagan tana a'zolarini ham xuddi shunaqa ayttirishingiz mumkin bo'ladi. Where is the car? Mashina qani? Show me deb aytishingiz mumkin. Ko'rsat deb. Can you jump? Sakra olasanmi? Yes, I can deb sakrab berishi mumkin. Can you run? Yugura olasanmi? Can you fly? No. Yo'q, ucha olasanmi deb aytyapmiz. Yo'q deb javob berish mumkin. Yes, no lik savollar ko'proq berganingiz ma'qul boshlanishiga. Va bu yerdagi asosiy maqsad bolani majburlab gapirtirish emas bu savol javobda. Savol, o'yin, kulgu orqali sekin-sekin o'zi xohlab so'zlarni aytishini kutish, bosim va ortiqcha kutuvlarsiz tabiiyki. 4-hafta oxirida odatda shunday yoqimli lahzalarni payqay boshlaysiz. Siz ancha-muncha o'rinlida bolajoningizda o'zgarishlarni ko'rib quvonasiz. O'zingiz ham bahonada shuncha yangi so'zlarni o'rganib olasiz. Endi keling video boshida to'xtalgan ayrim savollarga javob berib ketay. Talaffuz, vaqt va men o'zim buni eplay olamanmi degan savollar. Xo'p, birinchi talaffuzdan boshlaymiz. So'zlarning to'g'ri talaffuzini qanday o'rganaman? Noto'g'ri talaffuz qilib qo'ysamchi, bolam noto'g'ri o'rganib qolmaydimi kabi savollar sizda bo'lishligi tabiiy. Sizni juda ham yaxshi tushunaman. Bu tabiiy bir qo'rquvlardan biri hisoblanadi, lekin bu yerda ikkita muhim haqiqat bor. Birinchisi, bola umuman inglizcha eshitmaganidan ko'ra, biroz aksent bilan bo'lsa ham doimiy inglizcha eshitgani 1000 marta yaxshi. Ikkinchidan, bugungi zamonaviy dunyoda sizning xavotiringizga deyarli o'rin yo'q desa ham bo'ladi. Qo'lingizdagi telefon orqali bu muammoning yo'li juda ham oson. Sizga kerak bo'ladigani kerakli ilovalarni telefoningizga o'rnatib olish bo'ladi. Juda ham bitta sodda sessiyani taklif qila olaman. O'zingiz ishlatmoqchi bo'lgan birinchi bo'lib o'sha iboralarni yozib olasiz. Masalan, bugun good morning my love, let's eat, I love you, good night kabilarni ishlatmoqchiman yoki boshqa so'zlar. Alohida yozib olasiz. Ikkinchisi, telefoningizdagi oddiy tarjima yoki lug'at ilovalarida ushbu iboralarni yoki so'zlarni yozib olasiz. Masalan, Google Translate bor yoki xohlagan bitta inglizcha, o'zbekcha lug'at bo'lishi mumkin. Uchinchisi, bu o'sha yerda audio tugmasi bo'ladi va o'sha tugmani bosib bir necha marotaba to'g'ri talaffuzni eshitasiz. Keyingisi, o'zingiz 3-4 marta takrorlaysiz ortidan. Va tabiiyki, bolajoningiz bilan o'sha narsani real vaziyatlarda ishlatasiz. Esingizdan chiqsa yana eshitib olasiz. Bir haftani ichida yod bo'lib ketadi bemalol. Faqat erinmang, o'zingizcha o'qimang. Masalan, aytilishi esingizdan chiqib qoldi, adashmasam mana shunaqa edi deb o'zingizcha qanaqadir so'z to'qib o'qib ketishga harakat qilmang. Boshlanishda esingizdan chiqib qolishi tabiiy, lekin erinmasdan borib qaytadan eshitib kelib o'sha so'zni takrorlashga harakat qiling. Chunki boshida fundamentni yaxshi qo'yib olsangiz, shu bilan qiynalmasdan davom etib ketasiz. Mana shu bir haftaning ichida necha marta esingizdan chiqsa, o'shancha marta qarab, erinmasdan shu narsani so'zni ko'rib oling, keyin bu narsaga adashmaydigan bo'lasiz. Eng keragi to'xtab qolmasligingiz, o'zingiz va bolajoningiz uchun harakatingiz. Bola esa aynan shu barqarorlikka moslashadi. Qolganini esa vaqt o'zi silliqlab yuboradi. Keyingisi bu vaqt masalasi. Bir kunda necha daqiqa ajratishim kerak? Bu meni charchatib qo'ymaydimi? Uy ro'zg'or ishlari bilan ulguramanmi kabi savollar. Xo'p, uy ro'zg'or bilan ulgurish, vaqt har kuni ajrata olish aslida nimani prioritetga qo'yishingizga bog'liq. Masalan, sizga uy tozalash, kir yuvish yoki telefonda ijtimoiy tarmoqlarda o'tirish bolangizga til o'rgatishdan muhimroq bo'lsa, vaqtingiz yetmasligi mumkin. Lekin prioritetingiz farzandingiz bo'lsa, albatta vaqt topasiz, ishoning. Uni ustiga minimal maqsad kuniga taxminan 30 daqiqa. 30 daqiqa inglizcha muloqot. Eng idealida bu 30-45 daqiqa bo'lishi mumkin. Lekin bu bitta katta dars degani emas. Shuni yodda tuting. Siz bolangizni o'tkazib qo'yib 45 daqiqa dars qilishing kerak deb dars o'tishi shart emas.
boshida aytganimizdek, biz bu vaqtni bo'lib ishlatishimiz kerak. Masalan, ertalabki 10-15 daqiqa, kunduzi 10-15 daqiqa va kechqurun cho'milish, uyqu oldini 10-15 daqiqasini sarflashimiz kerak bo'ladi. Ko'ryapsizmi? Deyarli hech qancha vaqtingiz ketmaydi. Baribir qiladigan ishlaringiz, bolani olib yurish, yuvintirish, ovqatlantirish, uxlashga yotqizish, har kuni bajariladigan ishlaringiz. Faqatgina siz o'sha ishlarning tilini o'zgartiryapsiz xolos. Ha, ba'zi kunlarda 10 daqiqa chiqadi. Masalan, 10 daqiqa ajrata olishingiz mumkin. Lekin ba'zi kunlarda bu 40 daqiqa bo'ladi. Bu normal. Eng muhimi bir hafta qilib, keyingi hafta butunligiga tashab ketib, keyin yana keyingi hafta boshlash, bu tilni sekin-sekin yo'qolib ketishiga sabab bo'lishi mumkin. Siz qilishingiz kerak bo'lgan narsa muntazam har kuni kam bo'lsa ham shug'ullanish. O'zingizga moslab yumshoq qoida qo'yib olsangiz bo'ladi. Sharoitingizdan kelib chiqib, agar juda ham sharoitim yo'q, vaqt topa olmayman desangiz, masalan, har kuni hech bo'lmasa bittagina rutinamni, masalan, ovqatni yoki faqat uyqu oldini o'zgartirishim mumkin deb shunga harakat qilaman deb osonlashtirib olsangiz bo'ladi. Keyingi savol bu: men o'zim eplaymanmi? O'zim eplay olamanmi? Va bu haqiqatdan ham samaralimi degan savollar. Bu savol ko'pincha ochiqchasiga aytilmaydi, lekin hammamiz ichimizda turadi. Men o'zim buni eplaymanmi? 4 hafta chiroyli eshitiladi-yu, lekin muntazamlikni ushlashim qiyin bo'lsa, charchayman, ba'zan unutib yuboraman va hokazolar. Birinchidan, bu his-tuyg'u uchun o'zingizni ayblamang. Onalik o'zi yetarlicha og'ir va ustiga yana siz bolangiz bilan rivojlanishni tanlayapsiz. Men sizni quyidagicha realistik kelajakka nazar qaratishim mumkin. Agar siz bu rejani faqat 30 kun qilib, keyin tashab qo'ysangiz, biroz natija bo'lishi mumkin. Bola ba'zi iboralarni tushuna boshlaydi, lekin yana sekinlik bilan hammasi boshiga qaytib qoladi. Chunki siz shu bilan to'xtatdingiz. Agar siz bu 30 kunlik formatni odatga aylantirib, ertalab ovqat, o'yin, uyqu bo'yicha iboralarni har xil foizlarda bo'lsa ham, ya'ni qaysidir kunlarda kam foizlarda bo'lsa ham, muntazam 6 yoki 12 oy davomida davom ettirsangiz, odatda quyidagicha natijalarni ko'rishingiz mumkin. Agar farzandingiz 2-3 yosh atrofidagi bola bo'lsa, unda inglizcha iboralarni juda yaxshi tushunadi va ingliz tilini deyarli anglab boshlaydi. 3-4 yosh atrofida esa 3-4 yosh atrofidagi bolalar ingliz tilini tushunadi va oddiy inglizcha gaplar bilan o'ynab gapira boshlaydi. Ona tili bilan esa aralashtirib yuborishi bu juda ham tabiiy va yaxshi bosqich, xavotir olmaymiz. Aytmoqchi bo'lganim, bu 30 kun poydevor, start tugmasi bo'lishi kerak. Ya'ni siz uchun finish emas. 6-12 oy sezilarli bilingual natija olasiz inshaalloh. Eplaymanmi degan savolga kelsak, sizdan talab qilinayotgani har kun ideal bo'lish emas. Hech bo'lmasa har kuni bittadan kichkina qadam tashlash. Ba'zi kunlarda charchaysiz. Faqat bitta ibora bilan ham kifoyalanib qolishingiz mumkin. Masalan, good night, I love you. Lekin yana kuchga to'lib, keyingi kun davom etishingiz kerak bo'ladi. Endi videoning boshida va'da qilgan kichkina sovg'amga yetib keldik. Mana shu 30 kunlik reja sizni charchatmasligi, chalkashtirib yubormasligi uchun hamma iboralar, haftalik maqsadlar, asosiy rutinalarni men alohida PDF checklist qilib qo'yganman va u Mamalingo 30 kunlik bilingual start deb ataladi. Checklistni esa Telegram kanalimga yuklab qo'yganman. Uni olish juda ham oson. Siz shu video ostida kommentda plus belgisini qoldiring. Men sizga javobda Mamalingo checklistiga olib boradigan linkni qoldiraman. Endi eng oxirida bitta muhim narsani aytib o'tmoqchiman. Iltimos, bu 30 kunlik rejaning ustiga juda ham katta, og'ir kutishlar yuklab qo'ymang. Bolajoningizning yoshiga ham, fe'l-atvoriga ham albatta e'tibor bering. 1 yoshli bola bilan 4 yoshli bolaning reaksiyasi bir xil bo'lmaydi. Juda ham gapdon bir qiz bilan yoki uyatchin, sekin qizaloqning tezligi ham bir xil bo'lmasligi mumkin.
Har bir bola bu alohida shaxs. Bu juda ham muhim. Kimdadir inglizcha so'zlar tezroq chiqadi. Kimdadir avval faqat tushunish kuchayadi, keyin sekin-sekin so'zlar qo'shilib boradi. Ikkalasi ham normal, ikkalasi ham yomon emas. Bu shunchaki turli yo'l va turli tezlik. Sizning vazifangiz mukammal ona bo'lish emas, bardavom ona bo'lish. Har kuni bitta bo'lsa ham ibora va bitta bo'lsa ham kichkina qadam. Mana shu qadamlar yig'ilib, keyin sizni natijaga olib boradi. Sabablarni chin dildan qiling va natijani Allohga qo'yib bering. Robbim, farzandimga foydali bo'ladigan tillarni, ilmlarni oson qilib ber, zehnini och, olim-olimalardan qilgin deb bolajoningiz uchun chiroyli duo qiling. Qolganini vaqt va siz yaratgan muhit sekin-sekin ko'rsatadi. Siz yolg'iz emassiz. Mamalingo shunchaki kanal emas. Bu ikki tilli muhitni uyida sekin-sekin yo'lga qo'yishga urinayotgan onalar jamiyati. Agar bu video sizga yoqqan bo'lsa, iltimos like bosing, boshqa onalar bilan ulashing va kommentda bolajoningiz necha yoshda ekanini va qaysi rutinalarni birinchi bo'lib sinab ko'rmoqchi ekaningizni yozib qoldiring. Plus belgisini qoldirgan onajonlarga esa 30 kunlik Mamalingo cheklistining linkini albatta ulashaman. Rahmat sizga. Keyingi videolarda ko'rishguncha. Birga o'rganamiz, birga ulg'ayamiz.